Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Kimki rizqim ko'p bo'lsin desa debdilar Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni badavlat bo'layin desa, rizqim keng bo'lsin desa, silay rahimni ko'p qilsin. Alloh ajalga tavfiq umrni uzoq qilsin desa ham qarindosh urug'ga silay rahimni qilsin. Shunday odamning rizqi keng bo'ladi, umri uzoq bo'ladi debdilar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda. Shuning uchun birodarlar, qarindosh urug'ga silay rahm qil. Yana endi faqir kelyapti, Ibn Sabilga yordam ber. Ibn Sabillar ko'p. Hozirgi paytda uyimga ketolmay qoldim, boshqa kasb qilganlar ham bor, haqiqiy yo'lda qolganlar ham bor. Ibn Sabil deb o'zini yurtida boyu, sizni shahringizga kelib talanib qoldimi, yo'qotib qo'ydimi, pulingiz qolib qoldi. Shuni Ibn Sabil deydi, uyiga ketadigan yo'l kirasini berish, qornini to'yg'azish yo shunaqa. Va kambag'al miskinlarga ham qara. Ibn Sabilga qara. Ammo Alloh taolo aytibdi, isrof qilma. Isrof qilma. O'sha qarindoshingga silay rahim qilganda yo miskinga yo g'aribga yordam berib yorganingda ham juda bolalaringnikini ham olib rizq chotib yorma. Ortiqcha qilib yorma. Yana biri gunoh ishlarga, Alloh buyurgan mandaqa savob ishlarga qilmasdan bid'at ishlarga, gunoh ishlarga sarf qilib yorma. Mana ko'p joyda gapiramiz-ku. Ki oshib toshib ketgan bo'lsangiz ham unaqa katta yig'in qilmang. Kichikroq qiling. Agar pulingiz qolsa qarindoshlaringiz ichida qiynalib qolganga, yo bir qo'shningiz ichida g'arib g'urabo topib shuni bering. Buni Alloh buyuryapti. Buyurilmaganga juda katta sarf xarajat qilib yuboriladi. Endi uni ku mayli qo'yavering u xudoylarni ham, yana qanchadan qancha havoyu havaslarga pullar sarf qilinadi.